Dastlabki savol. Assalomu alaykum. Avtomobillarni qayta jihozlashda ko'pchilik 15 lik ballonlarni o'rniga 16 lik ballonlarni qo'yib olyapti. Shu qonunda to'g'rimi? Qolaversa, oldi faralarni o'rniga ko'zni qamashtiradigan LED chiroqlarni o'rnatib olishyapti. Bu mumkinmi? Agar mumkin bo'lmasa, nima uchun ularni sotuviga qarshi red tadbirlar o'tkazilmayapti? Asakadan Ulug'bek yo'llagan. Albatta, mana shunday mashinalarni qayta jihozlash holatlarini kuzatamiz. To jihozlaguncha ularni sotuvlarini balki to'xtatish kerakdir. Shunga qarshi red tadbirlar o'tkazilmayaptimi demoqchilar. Marhamat. Hozirgi savolga keladigan bo'lsak, to'g'ri, hozir LED lampochkalarni qo'yib, noqonuniy qo'yib olyapmiz. Bunga qarshi yozib, choralar ko'rilyapti, ogohlantirilyapti haydovchilarni. Endi ishlab chiqarilganiga keladigan bo'lsa, ishlab chiqarilgan yiliga qarab to'xtatilgan transport qo'yishi mumkin bo'lgan LED lampochkalarni. Endi ballonga keladigan bo'lsak, u to'g'rida hali birorta haydovchiga chora ko'rilgani yo'q. Ballon bo'yicha bu aslida qonunda qanday tartibda ko'rsatilgan? Ortiqcha shu o'lchamdagi, boshqa o'lchamdagi g'ildirak ballonlarni o'rnatish. Bu bilan hali qonunan taqiqlangan joyi yo'q. Zavoddan chiqqan ballon belgilangan tartibda qo'yib yurilibdi. Hali birorta haydovchiga chora ko'rilgani yo'q. Hozir savolimizga javob shu. Shunga qo'shimcha qilmoqchiman. Yo'l harakat qoidasini 3-ilova 3-4, 3-5 bandlarda yozib qo'yilgan transport vositasini ishlab chiqarilgan konstruksiya tartibida qaysi tartibda belgilangan holati bo'yicha ko'rsatib o'tilgan o'sha yerda. Aynan korxona tomonidan ishlab chiqarilgan, to'xtatilgan bo'lsa, o'sha holatda qaysi sariq lampochka yoki o'sha yorug'lik o'tkazuvchanligi diagnostika markazlaridan o'lchanganlik holatda qo'yilishga ruxsat etiladi. Qachonki u transport vositasi ishlab chiqarilish to'xtatilgan bo'lsa. Hozirgi kunda red tadbirlari deyilyapti. Mana shu 4 oy davomida 5800 ta haydovchiga nisbatan o'sha yorug'lik, ya'ni LED lampochka holati bo'yicha belgilangan tartibda ma'muriy bayonnomalar tuzilib, choralar ko'rilib kelinmoqda u holat bo'yicha. Rahmat. Menimcha yurtdoshimiz savollariga javob ola oldilar degan umiddamiz.